Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun men sizlarga Toshkent shahari Yakkasaroy tumani Suyulmun Murad Building kislorod turar joy majmuasida 2 xonali uy nech pul turishini hozir ko'rsatib beraman. Hurmatli obunachilar, eslatib o'tamiz, Suyulmunni shundoq suvni bo'yida joylashgan shunaqa chiroyli osmono'par bino, dom уже полный жилой, kadastr, hamma hujjatlari chiqib bo'lgan. Uyimiz Yakkasaroy tumanidagi premium klass domlardan hisoblanadi. Adresini o'zini ko'rasiz, qanaqa chiroyli. Bunaqa domni sizlar bashi ko'rmagansiz. Bu domni o'zini gasivoy bo'ladi. Bu yerda konferensiya o'tkazsangiz bo'ladigan joy. Hurmatli obunachilar, Murad Building kislorod turar joy majmuasini o'zini detskiy mana shunaqa chiroyli plashatkalari ham bor. Bolalarni shundoq qo'yaverasizlar, mazza qilib o'ynab yurishadi. Domdan tashqariga vashi chiqmaydi. Xo'p, domimizni mana ko'ryapsizlar. O'zini stanka, moyka, poyka vashi umuman ko'chaga chiqadigan движение umuman yo'q. Mashinani mana shu qo'yasizlar, mashinani mo'ykan qilib berishadi, cho'tki qilib berishadi, короче. Vashi dodda turar joy majmua. Xo'p, liftlarni o'rganamiz. Mana shunaqa liftdan 4 ta bor ekan. Ko'ryapsizlar, fitness zonani jenskisi, biz murskoyga kiramiz. Mana murskoy fitness klub. Bu mana shu turar joy majmuada yashaydigan odamlar uchun ertalabki badan tarbiyani bosib chiqib ketadigan joy. Mana bu yana bitta xona bor ekan. Yomon оборудование o'rnatib qo'yishdi. Общий 16 etaj ekan, penthouse bilan birga 16 etaj ekan, shapaloqlar bo'lsa. Xo'p, turar joy majmuani o'zini bibliotekasi ham bor ekan. Bibliotekadan mana bunaqa vid bo'lyapti, qaranglar. Gapi yo'q, hammamizga mana shunaqa chiroyli uyni nasib qilsin, dodam. Xo'p, bu yerda yana bitta xona bor. Kaltim tushmadi. Xudo xolisa klientlar kelsa, mana shu uyni sotib olishsa, namozxona ham bor ekan, hurmatli obunachilar. Alloh rozi bo'lsin. Namozxona ham qilib qo'yishgan ekan. O'ng taraf to'xtatxona, chap xona namozxona bo'lyapti. Mashalloh. Endi qaranglar, bu yoq tarafdan vidni qarang, aka, Yakkasaroy rakat pulni ko'rinyapti-yu. Ona modern turar joy majmuasi, mazza, butun Toshkent na ladoni. Voy, mana bu jarri suvini qaranglar. Beton qilib o'sha Volgogradskiygacha aliya qilishyapti dodam. Xo'p, stankani tepasini ko'rsanglar, mana shunaqa dam olish zonasi qilib qo'yishgan. Endi bolalar maza qilib o'ynash uchun takoy bisetkalar 1, 2, 3 ta bisetka qo'yib qo'yishgan. Narodi bar-mar uyoq-buyoqlar bor dedi odam. Endi biz 15 dan 7-qavatga tushib uyimizni ko'rsatamiz. Uyimizga 1 dan 10 gacha baho berasizlar. Eshigiga alohida baho beringlar. Vashi doda qalin eshiklar o'rnatilgan. Bu uyimizning nomini Bentley deb qo'ydik, hurmatli obunachilar. Uyimiz 55 kvadrat metr. Hozir oxirida narxini ham aytaman. Telefon raqamimizni yozib qo'yaman. Qaranglar, kuxnyani ham doda qilib qo'yishgan. Всё, tutildi. Mana buni qarang. Kotellarni o'rnatib qo'yishgan, hamda pochta, оборудованиялар hammasi o'rnatilgan. Endi bu odamlar chiqsa, bizda Yakkasaroy. Assalomu alaykum. Suvni bo'yi. Pyramid House. Ko'rasizlar, butun rakat ko'rinadi. Mana pastda bolalarga trenajyorni zal o'rnatib, bitta, ikkita, uchta bisetka qilib qo'yishgan. Mashinalar uchun joy ham bor. Endi bu bizda balkon bo'ladi. Balkondan chiqib yana qaytib kirdik. Katta hol, mana studiya, zal, hamma ishlar mana shu bo'ladi. Endi qaranglar. Xo'p, sanuzulga kiramiz. Sanuzul keng. Bemalol, chom. Uyimiz 55 kvadrat metr. Endi spalniga kiramiz. Spalnini ko'ryapsizlar. Keng duh spalni. Voy, yosh oila uchun bashi dodda ekan, teliklar polni o'rnatilgan, chillerning sistemalar, uy klubniy dom hisoblanadi. Juda ham doda xo'jasi bo'ladi. Qani suv bormi? Ha, bor ekan. Xo'p, uyimiz 55 kvadrat metr, Toshkent shahar, Suyulmun Murad Buildings kislorod turar joy majmuasi, 7-qavat, 55 kvadrat metr. Narxi $188,000, hurmatli obunachilar. Mana shu videoga bitta like bosinglar, yoki hammamizga mana shu chiroyli joylardan investitsiya qilib, arendaga topshirib qo'yib, mazza qilib sotqani qilib yurish nasib qilsin akalar. Xo'p, biz o'sha 7-qavatdan tushdik, boyagi plashatkaga mana ko'ryapsizlar. 2-qavatda shunaqa bolalar uchun zo'r plashatka qilib qo'yishgan. Aka, mana kichik baba qilishingiz uchun barbekyu zona, dam olish joylari cho'tki qilib qilingan. Yozda mazza qilib bola chaqa bilan zakritli territoriyada o'ynab kulib baxtli oilalardan bo'lib yurasiz dedi odam.